Assalomu alaykum, hurmatli go'zal va betakror qizlarjonlarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamay yaxshi yuribsizlarmi? Kstati, bizda dushanba kuni betga parkovka qo'yish mumkin emas. Bugun dushanba kun, lekin Pasxani o'sha prazdniki bo'lgani uchun mumkin qo'yish. Shuni aytgim keldi. Xo'p, hozir men ovqat pishirib olman. Xullas lag'monga o'xshagan narsa qilaman-da, men marinad qilib qo'ygandim go'shtini. Mana men bitta hamma narsalarini tayyor qilib qo'ydim, hozir qovuriladigan narsalarini. Xamiriga mana men bir makaronni pishirmoqchiman, qaranglar. Birinchi marta men buni ishlatib ko'raman. Menimcha yaxshi bo'lsa kerak, bunaqa say podlivasi, yo'qmi makaron taqolasa. Shunaqa imkoniyatda osonroq bo'ladi. Bugun Patigulni tug'ilgan kunini nishonlagani keldik. Kenajon, Patigul, Shodekana ham hammamiz yig'ilganmiz, faqat qizlar. Mazza qilib o'tiramiz dekorada. Patigul, именинница, поздравляю. Sizlarga tezdagina ovqatlarni ko'rsataman. 165 kron ekan bu yerda. Qaranglar. Bunaqa mazza o'tirdik. Mana bu qovurilgan rislar bor ekan. Bunaqa rislar xlebtse dermada, nima derdi? Hamda sushilar. Bu safarga lekin endi bu safarga emas, endi men birinchi marta keldim. Anchadan beri 2-3 yil yemagandim. Menga yoqmadi anaqa, guruch yoqmadi. Kasha sifat bo'lib qopti-da bu safar. Дальше. Mana friterat qilingan narsalar. Bular bu kalimar bu anaqa emas, qo'lcha emas, lukovый qo'lcha emas, bu kalimardan qilingan. Qo'ylar. Mana bitta mevalar. Shirinliklar, mevalar. Mana bunisi lekin shunaqa mazza ekan, tamam. Mana. Kris qilib yeyilar ekan. Zo'r pishgan ekan. Mana bularni mazza qilib yedim. Buni mazza qilib yedim. Mana bitta go'shtlari ham bor. Bu go'shtlar mazza shirin ekan. Shashlik o'xshaydi mana bunisi. Altta grillda pishirayotgandik. Ko'mirda pishirayotgandik. Mana bu miso sup. Mazza qilib o'tirdik. Patigul katta o'qishga. Faqat qizlar yig'ilganmiz. Bular ikkita o'sin, bular dushman bir-biriga o'zi. O ikkita o'sin tosh atar, ikkita bo'lib qolishmas. Anaqa. Yo'q, ikkita o'sin tosh otar, ikkita kundosh paxta otar dedi. U nimadir deyishardi. Paxta otar? Ha, paxta qo'yishar ekanda, ikkita kundoshni. O'zini yaxshi ko'rsatish uchun. Mazam? Alhamdulillah. Как будто я вчера родила. Qizingizni tug'ib oldi. Нет еще? Да. Вот только, вот Да? точно сейчас, да. Uch 15'te tug'ilgan. Kunduzi. Endi bizning soat 3:05da. Siz necha tug'gansiz ikkalasiz? Ertalab kechqurun? Ertalab ikkalasini ham. Ну как, Abdullohni 3larda tug'ganman. 3larda? Da, kunduzgi. Yusufni ertalab 9larda tug'ganman. Sizchi? Ikkalasi ham 8da kechki payt. Kechki payt? O'shaning uchun injiq ekanda. Hamma paharak. Buni этот. Yo'q, nimasi? Shu hamma spokойный emas. O'rtacha. O'rtacha. O'xshaydi ikkalasi. Qizlar, наконец-то bizning uyimizda garderob yig'iladigan kun kelyapti. Bugun inshaalloh er xotin ikkalamiz
garderoblarni qilamiz. Bilmayman bu yerda qancha, no, xudo xolasa anchaginaga o'xshayapti. Mana bu yerga полностью garderoblarni qilib eshigini qo'yamiz. Kutinglar, yengillarni. Ya'ni qanaqa biz qilishimizni bilmoqchiman-da. Men hozir bolalarni maktabdan olib kelgani keluvdim. Bizda zo'r yomg'ir yog'yapti, plus ularga narsa zakaz qilgandim. Shtonlar kerak edi. Jeti 8 ta shton zakaz qilganman. Endi 4 ta, ikkalasiga 2 tadan bo'lsa 8 ta bo'ldi. 4 ta futbolka, oddiy klassический, просто qora. O'shani hozir pochtadan olgani ketyapman. Keyin sizlarga obzor qilaman. Как раз hozir garderobimizda chiroyli yig'ilish kerak. Xudo xolisa inshaalloh bugun bitirsalar kerak. O'shani sizlarga hammasini ko'rsataman. Hozir esa borib pochtamizni olamiz. Hello. Hello guys. Mana qizlar paketni olib oldim. Xudo xolasa ularga to'g'ri keladi, yaxshi keladigan umiddaman. Kстати, mana Eldoradoda bunaqa yogurt bor ekan-da. Mazasi вообще shirin ekan. И вообще arzon. Ну что за вкуснота? Ketdik endi uyga. Assalomu alaykum qizlar. Yaxshimisizlar? Tuzimizlar? Sonlaringlar yaxshimi? Mana bitta mahallani shunaqa chiroyli qilib qo'yishdi. Особенно mana daraxtni ko'rib xuddi kartinkaga o'xshatdim-da qizlar. Keyin Yusufga aytdim, Yusuf, videoga oling. Shunaqa chiroyli mahalla. Shunda agar esingizda bo'lsa bolalarimni anaqasi bor edi-ku, bog'chasi. Shu bog'chasini oldida nuqul qurilish bo'lardi. Mana o'sha qurilib, bitib, mana shunaqa chiroyli qilib qo'yishibdi. Shu chiroyli, a? Tashqarida qizlar, shunaqa zo'r havo bo'lyapti. Shunaqa zo'r havo. Mashalloh. Yana yomg'irchi shunaqa shirin hid kelyapti-da asfalt bilan. Anaqa yomg'ir yog'ganda asfaltdan ham shirin hid chiqadi-ku, yer hidi. Вообще mazza, mashalloh. Mama daraxtimiz такой воздушный bo'lib ketibdi, bolalar. Gullar вообще chiroyli. Mashalloh. Shunaqa chiroyli. Toza havo, dardga davo. To'g'rimi bolalar? Ha. Mana Bobur akam. Adasi siz qizlar esa sog'ingan. Voy. Bo'ladi unaqadimi? Yo, endi-da, chota chiqmayaptilar, u yoq bu yoq deyshadi-da. Kechagi videoda chiqdi. Adasi videoga chiroyli gapirib qo'ying, jonim. Men seni yaxshi ko'raman deb. А то все думают, что вы меня не любите. Aytib qo'ying. Men unaqa sortidan emasman. Men xotin qilaman deysizmi? Tak. Adasi. Mamani ko'ringlar. Hamda kiyim oldim bolalarga. Unpacking qilamiz, распаковка chek. Men yechtirib oldim. Yo'q, bu нормальный отдел yotgandim. Naborot yig'ishtirib yotgandim men. Tak, давайте mana buni ochamiz. Давайте, tez ochinglar. Adasi. Qizlar, sizga ko'rsatib qaranglar. Такой модный Korean style. Korean style. Mana bunaqa shton, yana bitta. All Star'dan ham oldim. Qizlar, bunaqa. Chiroyli ekan bu ham. Ну, вообще uzun ekan, Qizlar, xullas, ikkita shtoni juda katta keldi. Hatto bir xil razmer, но слишком katta keldi. Mana turingda, mana bu tepa pasti normalniy keldi. Mana bu yumshoqqina shtoni bilan. Ushlab ko'ringlar. Da, yo bular ushlab ko'ra olishmaydi. Oddiy hb esa yumshoqqina futbolkalar. Mana 4 ta oldim yaxshi bundan. Abdulloh turing, ko'rsating siz ham. Mana bunaqa shton, ham bunaqa futbolka. Abdulloh taka ozg'in ko'rinyapti, adasi, qora futbolkada qarang. Qora shunaqa-ku. Вообще четкий turibdi Abdulloh. Ты вообще такой качок прям. Не тяни хорошо, пожалуйста, футболку не надо тянуть. Ну что ж, qizlar, процесс boshlandi. Mana lazerlar, все на профессиональном уровне, да, Джонсы. Ana umanitdan chiqyapti. Свет, отражение, lazer. Adasi, shunaqa qilib nima deb o'ylaysiz? Qo'lingizdan keladimi? Siz o'zi bunaqa ish qilganmisiz ishxonangizda? Qilmaganmisiz bunaqa ish? Bechora. Endi sekin o'rganaman-da. Qarang, lekin ошибка qilmang. Men unaqa ошибкаlarga toqatim yo'q. Menga idealniy, perfect bo'lish kerak и точка, понимаете? Всё.
Даже Sen bunaqa ошибкаlarni kechirmaysan. kechirmayman men. Bilasiz xarakterimni. Qarang, kamerada men to'xosiz bilan muloyim gaplashyapman. Birani tutyapsiz. Bo'pti, yordam kerak bo'lsa chaqirasiz, qo'yib ketdim. Qizlijonlar, qaranglar, Bobur akam ham тоже garderobga yig'yaptilar-da. Qo'llari tilla, mana erim tilla. Mana erim tilla. Abdulla qanaqa go'sht yopishtirib qo'yganmiz. Qaranglar, qanaqa zo'r qilib beryaptilar. Ashe ko'p joy bo'ladi inshaalloh. Ada jonisi? Nima xotiningiz yaxshi ko'rar ekansiz? Shvetsiyada Amerikaga o'xshagan emas-da, afsuski. Da, Amerikada vashshe zo'r qilishadi. Srazi garderobli qilib. Amerikaliklar bar. Mana qizlar garderoblarimiz ham bitib qolyapti. Xudo xolasa, eshigini endi inshaalloh ertaga qo'yadilar, chunki hozir mumkin emas-da drel qilish. Nadasi? Mana shunda bo'ladimi eshik? Eshikni ham semizligi bor-da. To'shni qo'ygan qashta. Eshikni ham semizligi bor. Ichiga bundoq bo'ladi. O'shanda mana shu kiradigan joy bo'ladi, kirganda. Balki buni ichiga kirib olsang bo'ladi, shkof. Da, bo'ladi. Buni sen sig'maysan, masalan. Of, xudoyim. Mana shu joyda eshik qo'yiladi, qizlar. Mana bu joy o'shanda полностью bo'sh bo'ladi. Mana shu проходной anaqa-da. Da. Проходной двор. Lekin vashshi zo'r. Ko'nglim shunaqa meni to'lyapti. Молодец, Adasa. Молодец, что сказать. Yaxshi qilmam, kстати. Вообще. Endi olsam, Ha? bitgandan keyin. Ha, mana olman bitgandan keyin. Ham narsalar juda ham yaxshi, udobniy, oson anaqa. Yig'lar ekan. Nech pulga oldingiz, Adasa? Shularning hammasini mana shu turganini, mana shu полностью. Короче, skidkada 9-10 mingmi shunaqa bo'ldi-da. 10 ming kron, bu degani где-то $1000 deylik, ha, qizlarga. Taqdir unaqa deb tashaman. O'zbekistonda buzoq unaqa qilgan bo'lardik deyishadi. Biz skromniymiz, biz shunga ham rozimiz. Qisanglar bo'ladi. Bu yoqda ham o'sha O'zbekistonnikilarga qisanglar bo'ladi. No просто unga zakaz qilasizlar, bir bolalar bir bor. Men shunday magazinga bordim, tak bizga mana buncha polka kerak. 3-4 ta mana bunaqa konsol tashiyman, shundan. Hozir men общий где-то 15 tami 20 tacha burit qildim-da. Devor, betonniy devor. Просто qotirib chiqdim-da, endi chik yig'ib chiqdim. Короче, juda ham oson. Shvetsiyadagilar ham biladi buni qanaqaligini, bunaqa. Bundoq qilib shiqqitib ilasizlar. Mana, bo'ldi. Kelindi, всё. Nima buni qo'yish? Buni men bu ushlayapti, men buni qotirganman. Bo'ldi. Boshqa. Короче, всё просто. Hamma любой, masalan, Abdullohning o'zi shu skutni qilib tashlaydi. Abdulloh, shu skutni qilib tashlaydi. Rahmat Adasi, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Iloyim, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshiyam bizning oilada siz borsiz. Nima deydi, shunaqa deymadi. Yaxshiyam, men sizni xotiningiz ekanman. Yaxshi ko'rmaydilar uncha. Nimaga? O'shanga. Tavba qildim. Qochtiringlarchi, eshikni ko'ring yana. Qochtiring. Qanaqa? Mana shu poloskadan eshik qo'yiladi-da. Shu liniyada. Eshik. Bemalol kirib bekin olsa bo'ladi. Zo'r. Вообще zo'r. Идеально. Молодец. Не мужчина, а золото. Еще раз доказали, Adasi. Bo'ldi, доказать qildingiz. Men taqdirga tan berdim. Bo'ldimi? Endi erga tegasan menga. Endi tegaman, bo'ldi. Мужчина золото, да. Да? Ada, не мужчина, а золото, да? Может быть, он бриллиант, алмаз? Zo'r, chetka. Qizlar, Xudo xolasa ertaga Bobur akam betga garderobga eshigini qo'yadilar inshaalloh. Men betga sumkalarimni qo'yib qo'ydim. Shuni ko'rinib turdi. Mana hamma sumkalarim, velosipedlarim, sumочкalarim hammasi ko'rinib turadi. Shunda olib ketaveraman. Mana ko'ylarimni chiroyli qilib osib qo'ydim hammasini. Mana bunaqalarim
Hammasini chiroyli qilib osib qo'ydim. Qizlar bugun ertalab zavtrakka uxlab qolman. O'shaning uchun o'zim zavtrak qilib beryapman. Har doim o'sha toster qilib beraman deb ular yaxshi ko'rib yeyishadi. Ichiga sливочный saryo bilan sir qo'yaman. Mana shunaqa erib, rosa shirin bo'ladi, как klap sendvich bo'ladi. Tezroq endi ketishimiz kerak. Soat 8dan 10 minut o'tganda darsi boshlanadi. Bo'ldi, davaychi ketdik, buni o'zligi bilan olib ketishadi. Maktabda yevorishadi. Qizlarjonlar, hozir bizda rosa yomg'ir, ko'chaga chiqdim. Musorlarni tashlagani, kartonlar, musorlar rosa ko'p edi. Joyga tashlashim kerak. Tak. Bunisi yo'q, bunisi bu yoqda. Bunisi paketlar bu yoqda. Mana buni ichida temirlar bor-da. Mana bu tashlasa kerak. Ha. Mana bu temirli narsalar. Korobkasini esa betga tashlaymiz. Bo'ldi. Musori tashima, keyin mashinamga polik, o'zimni Lexusimni yangi hali tutilmagan polikim bor edi, o'shani solib qo'ymoqchiman. Birinchi pilisos qilish kerak ichini. Yomon bo'lib ketdi, barglar bo'lib. Keyin Pachigulga Kaya kosmetikadan olgan kosmetikalarim kelibdi. Yusufga uni allergiyasi bo'lganda-ku, o'shanda ana qilib qo'yishgandi ular. Dori yozib berishgandi. O'sha dorini ham olib ketishim kerak. Hammasi bitta joyga keldi, Vilisda. Anaqaga paket boksga kelgan. O'shadan xudo xolasa olib ketishim kerak. Shunaqa qilib ko'chaga chiqdim. Bobur akam уже kelib qolsalar kerak. Garderobni eshigini наконец-то qilib yuborsalar kerak. Keyin bitta polka bor edi, o'shani koridorga qilmoqchiman, o'shani ham ana qilmoqchiman. Ostirmoqchiman inshaalloh. Mana qizlar, hozir mana Lexusimnikini solib qo'ydim-da. Вроде бы нормально keldi. Yomon emas. Zato top-toza, yangi. Даже Lexusimni o'ziga ham ishlatmagandim. Hozir Mahmudga solmasam kerak, chunki birinchi pilisos qo'yishim kerak. Mana ko'rasizlarmi? Birinchi pilisos qo'yib keyin solsam hamcha yaxshiroq bo'lardi. To'lani kiyimlari osib turibdi. Xullas, bolasi bor. Ayollarning mashinasi endi shu-da. Nima qilamiz endi qizlar? Hozir endi bolalarni olib kelgani bora qoling. Yomg'ir bo'lib ketdi joy. Birinchi pochta olaman, keyin bolalarni olaman. Mana kelib oldim qizlar Isnaga. Hozir endi tezligini olaman. O'tgan safar degani brink kelgandi-ku, endi bu safar paket boksga kelganda. Endi ular har xilda, ko'p ular. Voy, mashinani o'chirmadim shekilli. Kalitim qolib ketibdi. Uncha. Hozir telefonimga SMS kelgan. Hozir mana. Yusuf dorisi ham sразу shetga kelgan. Pachigulli narsasi ham kelgan. Ko'rsataman sizga. Narsalari. Chiroyli mashinachamga o'tirib olamiz endi. Silin mashinacham, yo anton o'tirib qoling. Chunki narsamni birinchi qo'yaman deb. Bismillah. Hozir bolalarni olib ketgani keldim. Yomg'ir yog'yapti. Mana shu ko'chada emas ular. Ko'chada emas, o'sha ichkari kirib ketishgan. Tezligini olib ketaman bo'l. Abdullah, Yusuf. Abdullah, Yusuf. Yusuf, ketdik uyga. Ketdik. Hey. Ketdik. Qalaysan? Yaxshimisan? Davay, ketdik. Dulla, jag ska berätta för mamma. Jag tycker jättemycket om dig. Men Okej. du måste prata när ni har konflikter med andra barn. Du behöver prata med fröken. Okej? Inte boom box. Okej. Okej? Min pappa säger... Nej, jag tar med Alex. Hej, mamma. Этот паркур мне Джон говорит, тебе не делает, тебе важно. O etti, ben oturganımda o'shunga oturganimda u oyog'ida bu taqit ko'rdi. Yani etti. Men shuni berdingizmi? Men shu etdi-da,
Иди сюда, иди. А у bola aytdi, ichimdan qo'y. Men unga urdim. Что ты сказал? Bo'ynidan ushlab oldim. Надо учителю сказать. Да. Да. Не, папа сказал. Abdullah. Sen urdingmi sen so'kkaniga? Yaxshi qilibsan. To'g'ri qilibsan. Keyin nima qildi u bola urganingdan keyin? О, иди сюда. Ма. Чуть-чуть. Kim seni idish shuda dedi? Uchitilmi? Ha, u bolami? А чуть-чуть. Keyin nima deding? Не, вот, не. Qaranglar qizlar, Abdullohning yordamida parkovkaga qo'yib qo'yganimni ko'ryapsizlarmi? Vashshe taqab qo'yib qo'ydim. Onajon bo'ldi, onajon yana debdi. Qaranglar, zo'ra qiynalib qo'ydik-da. Shunda ko'zimizning oldida mana ikkita joy bo'shasa bo'ladimi? Mana bu joy idealni, ikkita shu idealni joy bo'shadi-da. Aksiga olib. No ладно, ничего. Xo'p qizlar, mana endi Yusufga olgan dorimizni sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu yerdan ochiladi. Tak, nima dorilar ekan? Ko'ramiz. Mana bunaqa dori bor ekan. Karedin degan 2,5 mg. Mana. Он там очень много. Это что? Bu Mildison o'zimizning. И как всегда. И да. Увлажняющий, да, mini-derm. Buni hammasi mana shu 3 ta narsa $50 bo'ldi qizlar. $50? Da, no bizga tekinda. Shuni aytmaysan, men qo'rqitasan. Bizda vроде meditsina tekini. Yo, endi o'zi narxini ko'rsatishadi-ku, necha pul bo'lgani 00 qilib. Общий $50 da, a bizga mutlaqo bepul. Da, Yusufchik. Onajon, это birinchi buni ichaman. Amerikaga. Menimcha buni ichish kerak. Mana buni ochinchi adasi bu tabletkami yoki? Mana buchi. Tabletkada. Yusufga без проблем. Da, tabletka без проблем ichadi. Abdulloh icholmaydi. Qizlar, наконец-то bugun Mahmudga polkani ostirib oldim. Agar esingizda bo'lsa, buni spalniga osaman deb aytdim-ku, betga oskim kelib qoldi. Betga mana bu Abdulloh tug'ilgan joy, mana Yallivori. Buni biz borganimizda Bobur akamning o'rtoqlari sovg'a qilgandi, patnissi. Endi mana shunda chiroyli turadi. Menimcha ham gulli qo'ydim, asosan pult qo'yadigan joy qildim-da, bu yerda mana. Pultimiz turadi, pult qo'yadigan joy yo'q edi. Har doim joyi shu yerda bo'ladi. Vashshe zo'r bo'ldi, qizlar. Bolalar bilan hammamiz maza qilib ovqatlanib oldik. Endi esa клубника time. Bismillahirrohmanirrohim. Bobur akam mazalari bo'lmay qopti. O'shaning uchun Mahmudga garderob eshigini bugun qilmas ekanlar qizlar. Так что bugungi video vlogda sizlar ko'rolmaysizlar tayyor bo'lganini. Inshaalloh ertaga yaxshi bo'lsalar, ertaga ko'rasizlar endi. Hamma narsa tayyor, просто mazam yo'q, hozirgim kelmayapti, biladi ishdan kelib. Rosa holatim tezroq o'shat bitishini sizlarga ko'rsatishni. Mayli, nasib qilganida. Ertaga Ikeaga boraman. Men bu kremlarimga, do'stimga qo'limiz yomon sho'ralab ketadi, особенно bolalarniki. Bunaqa kremlar oldik-da. Kremlarimiz ko'p bo'lib ketdi. Bularga tako organizerda idishcha olmoqchiman. Keyin matras olishimiz kerak. Men bu spalniga chiroyli qilib matras Abdullohga solib qo'yib bo'lgan shu bilan menimcha hamma narsa bor. Balkim vaza olarman. Hatto bitta gulim bor edi, qo'shnim sovg'a qilgandilar. O'shanga endi vaza kerak. Shunaqa narsa olgani bir borarman. Bugungi video vlogim mana tugaydi. Ko'rayotganingiz uchun kattakon rahmat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, Allohga omonat bo'linglar. Keyingi video vlogda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar. Bye bye.